Agarda IELTS listeningda qiynalayotgan bo'lsangiz va postoyanno podkast eshitgan taqdiringizda ham listeningiz oshmayotgan bo'lsa, mana shu videoda nimaga shunaqaligini tushuntirib berishga harakat qilaman. Muammo bizni tanlagan podkastda emas. Podkastni biz qachon va nima uchun eshitayotganimizda. Nimagaki ko'p o'quvchilar so'raydi o'zini ustozdan, ustoz mana shu listeningdan qiynalyapman va shu podkast eshitishim kerak. O'sha payt anaqa palonchi podkast eshitgan degan maslahatni ko'plar eshitgan. Lekin muammo nimada? Agarda kandidat haqiqatda podkast eshitib ham podkastda hattoki TypeScript'ni ochib berganda ham o'qib tushunmaydigan darajada ingliz tili darajasi past bo'ladigan bo'lsa, u kandidatga hech qanaqa podkast eshitish yordam bermaydi. Shuni biz esimizda tutishimiz kerak. Nima qilish kerak? Birinchi navbatda listeningga yetadigan ma'lum bir vocabulary shu bank setlari bor. Ana o'sha yetarli darajada yodlab bo'lgandan keyingina audioni yoki TypeScriptda yoki o'sha podkastni eshitganda tushunadigan darajaga chiqib, keyinchalik podkast eshitgan yaxshi. Sababi podkastlarni asosiy maqsadi fokusni yaxshilash. Listening shu fokus bilan so'z boyligi bog'liq bo'lganligi uchun shu podkast ikkinchi qismiga shu fokusni oshirishga yordam beradi. O'z-o'zidan savol kelib chiqishi mumkin. Kandidatlar misol uchun self study qilayotganlar bo'lsa, men qachon tushunaman, o'zi menga qachon podkast muhimligini? Juda ham oson. Yo'q, bitta IELTS shu listeninglarni bepulga beradigan veb-saytga kiramiz, audio skriptlarni ochamiz. Masalan, 3 va 4 partlarini o'sha audio skriptni ochib turib o'qiganimizda zo'r tushunyapmiz, muammo yo'qmi? Davay, podkast eshitavringlar, bosinglar, zo'r. Xudo xolasa haqiqatda bir manfaatli bo'ladi. Lekin agarda part 3, part 4 o'qib, mana shu tayyor audio skriptni o'qib ham tushunmayotgan holatda bo'ladigan bo'lsa, agarda siz shu muammoni podkast eshitish bilan to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, katta ehtimol bilan xato qilasiz, vaqtingizni zoya ketkazasiz. Shuning uchun eng yaxshi yechim o'sha yerdagi so'zlarni olib yodlash. So'z yodlanadi va keyinchalik podkast eshitiladi.